Avvalambor assalomu alaykum. Bizni tomosha qilayotgan fattohxon.com saytining aziz muxlislari va fan klub a'zolari, to'g'risini aytaman, g'oyibona tarzda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandman. Hozir trenirovka jarayoni. Bugun barchamiz mashg'ulotga yig'ilganmiz. To'g'risi, birinchi mashg'ulotim aynan mana shu polyada 15-16 aylana shaklida, ya'ni kruv deyishadi. Yugurish, undan keyin mashg'ulotlar. Umuman 3 oy davomida bo'layotgan mashg'ulotlar juda ham qizg'in tarzda o'tmoqda. Hattoki to'g'risini aytaman, bu biz uchun, bu ijodkorlar uchun har tomonlama ham dieta qilishga, ham qad-qomat saqlashga, undan tashqari esa yanada bir sportga bo'lgan ishtiyoqni, yashashga bo'lgan ishtiyoqni, undan tashqari o'yinga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Umuman ko'p gapirishni menimcha ko'pchilik xohlamaydi. Hozir fursatdan foydalangan holatda barcha aziz muxlislarni 25-aprel sanasi Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadigan soat 17:00 da Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadigan Hayot uchun futbol marafoniga taklif etamiz. Biz hammamiz o'sha yerda bo'lamiz. Biz bayramona ruhiyatda bo'lamiz. Biz bir jamoa va xayrli ishda birgalikda hissamizni qo'shamiz. Siz ham tashrif buyuring.